Ha, Koreyadan kelgan, yapon. 100 talik yapon. O'shani qizi mana u. O'shani qizi mana u. Ko'zini qayda? Katta bocho. Urushib shunaqa bo'pti. Ustozni olyapman. Oling mazaq bolani oling. Zo'r narsa. Varlar kattay bor. Mana bolasini shunaqa. Xullas mana. Buni tuxumni to'plab, mana ko'ki bo'ladi, 10 kundan tug'yadi. Bunga bostirasiz. Ko'kda tuxum bilan. Bo'laverami? Yana nima qilay, shogird? Bo'ldi, rahmat. Duo qilib qo'yinglar. Ashxo'rozga qo'shing. Uyga qo'ysa tulaga cho'ja bo'ladi. Bu cho'ja bu. Tug'yapti. Chunki yaqinlashib qoldi. Endi xo'roz almashadigan bo'lsa, men ko'ziga ish ko'zini ko'rdinglarmi? Ko'ziga ish ko'z bo'ldi. Sizga ko'z. Bordim. Ha. Cho'mildi, bo'ldi. Cho'miladigan qo'yib, endi to'ldiraman-da. Bog'lasa. Nega tushib, qoqib yuringlar. Ey bola qizim. Ha, xomini yemang, pishganning bo'ptimi? Ha? Sindirib olmayman. Ha, bo'pti, qo'rqma. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, tanjollar insonmi? Xush kelibsizlar. Mana dehqonchilarni yig'ishtirib oldik, qo'ng'illarni chiroyli qilib, mana yaxshi insonlarga yetkazdik, sotdik, foydalandik. Mana qizchalar maza qilib qulpini yeyishyapti, ekib qo'ydik, yeyishyapti mana. Qulpini terib. Har kuniga qizim kirmaysiz qulpini yeydi. Bolalar uchun-da, bolalar o'zimiz maza qilsak, bir qator ekib qo'yganman. Xudo xolasa buni ham ko'chat qilamiz. Chunki yo'llardan shoxlab chiqib yerga o'rnashyapti. Buni ko'chat qilamiz. Mana makkani ekib qo'ydik. Xitoy makkasini ekib qo'yganmiz. Endi to'g'larga don bo'ladi. Ko'rsamasini yaxshi chiqdi. Endi hozir dori olib qo'yganman. Machavini olib qo'yganman. Chot sop turib, bir yo'la chopib, o'sha dorisini ko'mib ketamiz. Keyin rost chanqaganda o'zi aytadi, chanqadim desa keyin sug'arib qo'yamiz. Shu bilan katta bo'lib qoladi, ko'z ko'rib qoladi. Xudodan sekin uzun taka chiqyapti, nasib qilsa. Hali maqtangan uzumidanmidi bular? Ha? Hali maqtangan qora uzumdanmidi? Yo'q, u naryoqda bu. Bu oltani olib kelgan. Mana ular olib turish kerak ekanda, o'ngni. Qashini? Bunaqa joylarda baglar bor-ku. Ha. Asha olib turish kerak ekan. Hozir bular solmabdi-yu. Bular o'tganlik kelmanda. Necha yil soladi o'zi bular? Shunda soladi. Ammo ularni olib turish kerak ekan. Olib tursa keyin tepaga yaxshiroq haydagi tepaga tezroq chiqar ekan. Mana yo'llardan chiqqan mayda baylar bor-ku. Ha. Uchta o'shanga berib yurar ekanda, asha olib turish kerak ekan. Ha. O'shani faqat tepaga haydaydi xolos, tepaga. Mana shu ham bir kasallikda. Qanaqa kasallik bilmadim. Kecha mana bodamda baylarni yulib laboratoriyaga olib bordim, laboratoriyaga shuni stolni ustiga qo'ydi. Taq etib qoqdi-da. Katta lupasi bor ekan, lupamda kirib vizillab olib yutib, bale o'rgamchi qurtiyga o'shaqa tushib qolgan ekan. Dorisidan tayyorlab berdi. 2 marta sepasiz, 2 marta sepib qo'ydik. Endi uzumlarga ham turish kerak bu baylar nimaga bu g'ujra bo'lib qolyapti. Bunga ham qanaqadir kasallik deganman. Bordir deb ekan. Ha? Bilmayman baylar bura qolyapti. Ashaqa. O'zi yaxshimisizlar, tanjolar sog'mi? Endi mana deb iyunni oxirida qulbinay. Bu ham kuzgacha soladi. Yeb ko'rdingizmi? Yeb ko'rmasa shirin ekan. Ha? Katta bo'ldi, mazza zo'rda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? 4 iyunda qulbinay boshqacha bo'lar ekan. Balki anaqa yaprog'i deydimi, yaproqlari g'alatimi, ajoyibmi, boshqachami tanasi mana shuni. Ha, o'shaga tanasini qilib bunga qanaqadir bir zang tushib qolganmi? Yo'q. Bizni o'zimiz uzumlar boshqacha tani. Mana biz o'zimiz oddiy hashaki deydimi, endi hali hashakini yuring hashakini ko'rsataman. Bu uzum navi boshqacha shekilli demoqchiman. Voy, dori. Yo'q, oshxona. Ha. Bunga ham zangga qarshi, shiraga qarshi dorilar sepdim. Endi har 10 kunda bir sep turish kerak ekanda, sep turish kerak ekan.
Uzun bo'ladi. Shunday bo'ladi. Endi hali ko'pini hosil ko'p savoringizni u shularni qoldirdik. Endi obunachilar ko'pchilik keladi, odam boshqa odam keladi. O'zi bergadi. Ha. O'sha uchun qoldirdim. O'zali boshqa otga taqsa bo'ladi. Onun uchun men ko'pini olib tashlashim kerak ekan. Oldinga ozgina bir qancha bo'lsa bo'lsin. Ana bahramand bo'lsin. Ko'pchilikka beramiz. Nima gaplar bo'lmoqda? Bo'lyapti o'zimiz tinch. Ha, o'zingiz yaxshimi? Bizdan Assalomu alaykum. gapirmang. Biz ertalab shu turaman. Mana ko'p onalar bo'lsa kerak, bilmayman men qanaqa farzand tarbiyalayapman. Ertalab turaman. Shu men turaman, orqamda ikkala bola turadi. Shu eshikka chiqaman, birga chiqamiz. Obedda birga kiramiz, kechqurun yana birga kiramiz. Hammasi shunaqa bo'lsa kerak. Ayol shunisi bilan qiziqda. Bolam dedi, bolalarni ko'tarib bolam dedi. Hali birini uxlagani biriga to'g'ri kelgan, birini uxlagani biriga to'g'ri kelmaydi. Nechta odam keldi, o'riydi, olib ketinglar dedim, o'riydi. Mansabdan kam berib oldim, yarim qolib berib oldim. Oxiri men aql qoqiga tashlab qo'ydim. Zo'r bo'ladi bu ustoz. Yalpiz qo'yasiz bunga ekan. Yolpizda hozir quriydi. Qurgandan keyin bitta yuvib yuboraman-da. Yuvib yana quritaman. O'shani qurtlamaydi. Ha, yalpiz qilmaydi bunda. Oxirgisi mana bu. Endi bu ham sekin suv qochyapti, mana ular oldingda. Bitta qurib olgandan keyin bitta yuvib turib, Mashtarapizda siz zo'r bo'lasiz. birinchi tashlanganda ular. Mana ular ham shunaqa bo'ladi. Bu mazasi zo'r bo'ladi. Mana ularni Ha, bo'ladi. Mana shu shogirdim. Yo'q. Ustoz qo'ying, do'rdi. Bu endi tushadi. Suv yo'q. ekan. Suvlarda suv yo'q. Ha qizim. Uni dakanga ekanda. Ha, dagiga bir tomon sal katta bo'lib qoldi. Nima qilasiz? Atrofini silkada o'rayman. Ha. Silkada o'rab turib, tepasini o'rab turib, qo'lga tashlab qo'yaman. Ha. To'g'ri, tuproqni poqib, bularni bemalol yuraveradi. Yuraveradi. Endi paketga o'rayapti, qizim o'ynayapti, ha qizim? Ko'chma ketak. Ko'chmaga. Cho'chalar ham zo'rda bu. Ha. Endi liqillayapti deydigan insonlar ham bor. Qattiq silkadan olib o'rab qo'ysalar liqillamaydi. Qimirlamaydi. Chunki setka yumshoq turadi-da. Maydalar Shuni yoniga haligi internetda ko'rdimda, Koreyadami? Shunaqada bundan pastroq ekan, lekin bunday qilib to'tta qilib bir 10 tacha dakani yonma-yon qilib qo'yib qo'yib, shunaqa setkani urib, bir-biriga qarab aylanishaverar ekan. Ham shug'ullanar ekanda turib olib. Aylanimiz ham turib boqib ularni tashqarida ozgina quyosh topdi, quyoshda energiya olib ishlaydi. Kommentariyada buni biz azizlar video chiqarmay qo'ydik. Kommentariyada yozibsiz. Men ustozingiz bilan urushib qoldingizmi? Bormay qo'ydinglar dedi. Yo'q, ustozim bilan urushmaganmiz. Ustozimiz aytmagan. Bu faqat halik nima deydi? Vaqtimiz yetmadi. O'zlari bilan o'zlari avval. Chunki bola boqqan biladi. O'sha vaqt bo'lmadi, qo'l saylagan kelmadi. Aytmadi bas. Mol aytdim. Mol baqqan, bola baqqan biladi deb. Kelinglar dedim. Mana hozir bugun uyda usta bor edi. Ozgina kichkinagina gulxona qildik. Xudo xolasa keyindan so'ng albatta ko'rsatib boraman. O'sha chiroyli qilib bozor tayyorga sotyapti. Qayerga sotyapti? Sariq Kishi bilan ham yo'q turadi u. O'shaqa gullarni olib kelib, chiroyli qilib ekib qo'yamiz. Nasib qilsa. Xudo xolasa. Endi makka dumil bo'lganda kelasizlar, nima qilamiz? Dumil ekib ketasizlar. Makka sab ketgan kelishimiz mumkin. Makka. Amanatga mana Qo'zg'onaga qozon o'choq kerak edi. Yangi qozon o'choq oldim. Bo'lmaydi. Osh qo'ygani-ya? Osh qo'ygan. Keling. Bo'ldi, qachon osh qilasizlar? Men kelaveraman endi. Endi ozgina ishlar bor. Mana, bitta qozon o'choq. Qo'ygan masjidda osh qilib masjidda 6 kishilik yetar ekan. Bitta mangal kerak ekanda, hali uyda oldilar mangaldan. osh qilib masjidda mana o'tirdik. Hali chiroyli bitta mangaldan kerak endi. Ya u g'ishtdan qilaveramiz, g'isht serob. G'ishtdan qilsa bo'ladi. Endi hozir o'g'limda mana chopish kerak. Hali traktorda chopsa bo'lmaydimi? Ustoz, Buni olib ketib bu ariq olganman. Ariqni qirib olgan makinaga chiqqan bo'lsam, bu qator chopib olib turib, dorini solib ko'm deb chiqiladi. Shu bilan o'zi chanqagandan keyin o'zi aytadi, hozir yerda paket nami bor. Aytgandan keyin hozir oylarni zo'r turibdi. Ha? Dekonni bolasida. Ha. Mana qatorda u tag'i chiqmay qoldi. Bilmayman, nima yetmay qoldim bilmayman.
Mana qo'tadi, ichiga qo'tadi. Qovunlaringiz zo'r bo'ldi-ku, ustoz haqiqatan ham. Mana urug'lar tushganlar, u quvlar chiqib ketdi. Yana chiqib ketdi-da, yaxshida. Chiqib ketdi. Bugun xudo xohlasa kech salqini erinmasdan chopib, bugun dorini solamiz. Ha. Katta mashina olib qo'yganman. Borib xudo xohlasa. Annada to'g'imiz ko'p, parranda ko'p, don kerak, suv kerak degandek, hozir mana bug'doy olib qo'ydim. Endi hozir yana bug'doy olishim kerak, maka bilan qishga amini yoz yeydi, sekin harakat qilish kerak. O'zingiz nima qilib bo'lmoqda? Tinchlikmizmi? Xo'roz baqilyapti. Cho'jalar sotyapsizmi? Cho'jalar sotganimni sal kattaroq qilib sotay deb Nimaga? hammasini xo'rozini terib qo'ydim, makallarni so'yib yeyapman. Ha. Maka so'rayotganlar ham bor, bering makalardan. Maka. Ha! Tanjollaringiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, bundan videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.